Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Amerika Davlat Məclisində müzakirə qilinayotgan Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasidan Uyg'ur siyosati qonun loyihasi 1 dekabr kuni tushdan keyin 17 ga qarshi 407 ovoz bilan Amerika Avam Palatasida mutlaq yuqori ovoz bilan ma'qullandi. Bu qonun loyihasini 2022 yil 7 aprel kuni Amerika Kengash Palatasining a'zosi Marco Rubio, Avam Palatasining a'zosi Yong Kim va Amy Bera qatorliqlar Amerika Davlat Majlisida tonishtirgan. Shuningdek, bu qonun loyihasi orqali Xitoy Kommunistik partiyasi rahbarlik qilayotgan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata ijro qilayotgan turli ziyonkashliklarni cheklash hamda Uyg'urlarning navbatdagi ahvolining yaxshilanishiga turtki bo'lish nishon qilingan. Shu qotimliq tonishtirish yig'inida Marco Rubio apandi Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlar va boshqa turkiy tilli xalqlarga yurgizayotgan qirg'inchilik va kishilik huquq dafsanchilik qilmishlarini qabih yo'sinda davom qildirayotganda Amerika hukumati bu qabohatlarga sukut qilsa bo'lmaydi. Shunga men davlat majlisidagi barliq xizmatdoshlarimni bu qonun loyihasini ma'qullashga da'vat qilaman degan edi. Mazkur qonun loyihasiga ovoz berish 1 dekabr kuni tushdan keyin o'tkazildi. Amerika Davlat Majlisining a'zolari ayrim-ayrim so'z qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan ziyonkashliklarning hilimi davom qilayotganligini, shunga bu jihatda Amerika hukumati texmi amaliy harakatlarda bo'lish lozimligini, bundaq ahvolda Uyg'ur siyosati qonun loyihasini ma'qullashning buningdagi muhim bir qadam hisoblanganligini ta'kidladi. Mazkur qonun loyihasining ma'qullanishi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan ziyonkashliklari va qirg'inchiliklari izchil davom qilayotgan bir paytga to'g'ri kelgan bo'lib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati uchun elib aytganda zo'r tarixiy ahamiyatga ega deb qaralmoqda. Texmi muhimi, bu qonun loyihasi Uyg'urlar haqida ma'qullangan ilgirki qonunlardan kuchli yo'sinda o'tirg'i chiqib, Amerika hukumati va tashqi ishlar ministrligini Uyg'urlar haqida bir qator amaliy harakatlarni qilishga majburlaydi ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotlarida Uyg'ur siyosati qonun loyihasining Amerika Avam Palatasida mutlaq yuqori ovoz bilan ma'qullanganligidan cheksiz mamnunlik tuyganligini ifoda qilish bilan birga, mazkur qonun loyihasini tayyorlab sungan va uning ma'qullanishi uchun ko'p kuch sarf qilgan Kengash Palatasining a'zosi Marco Rubio, Avam Palatasining a'zosi Yong Kim ve Amy Bera qatorliqlarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Bu qonun loyihasining ma'qullanishi uchun ko'p tirishchanlik qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim bu vaqt qilgan so'zida Uyg'ur siyosati qonun loyihasining bo'libmi Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqagan ziyonkashliklarni to'sib qilishda intayin muhim rol o'ynaydiganligini ifoda qildi. Avam palatasining a'zosi Yong Kim xonim bu haqda e'lon qilgan bayonotida mazkur qonun loyihasining tuzib chiqilishi va uning ma'qullanishi uchun ko'p ajr singdirgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishiga rahmat etdi va bayonotida Uyg'ur kishilik huquq qurilishining bu vaqtda e'lon qilgan bayonotiga alohida o'rin berdi. Janvada 1 dekabr boshlangan va bugun oyoqlashgan 15-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Oz sonliq millatlar munbiri yig'ini Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zubayra Shamsina xonim bilan Xitoy vakillari o'rtasidagi intayin keskin to'qinishga sahna bo'ldi. Xitoyning BDTdagi vakillar o'miga 1 dekabr kuni Zubayra xonimni yig'indan uzoqlashtirish va uning so'z qilishini to'sish uchun o'zining BDTdagi imtiyozidan va so'z qilish huquqidan foydalanib, butun razil vositalarning hammasini ishga soldi. Diplomatik qoida va axloqlarni bir chetga qayirib qo'yib, vaqirab, jaqirab, ustalga urib, Zubayra xonimning nutqini 8 qatim kesib qo'ygan mustabid Xitoy hokimiyatining bu o'ktamligi yig'in riyosatchisining va Amerika boshchiligidagi demokratik ellarning qattiq g'azabini qo'zg'adi. Thank you, my pleasure. Uyghurs are not minority people in our homeland in East Turkestan. Like myself, all Uyghurs prefer to call our homeland East Turkestan, not the Chinese government imposed names Xinjiang or Xinjiang Uyghur Autonomous Region in 1955. Although the name East Turkestan doesn't imply any political meaning as China claims, it is simply the meaning of Turkic people's land in the east. Microphone, please, for the chair. You have the floor. Mr. Chair, there's only one China in the world. Xinjiang is an integral part of China. The relevant staff, while making separatist anti-China remarks, they have seriously violated the purposes and the principle of the UN Charter, undermine China's sovereignty and territorial integrity. China firmly opposes this. Thank you very much. The United States would like to make an actual point of order in this situation.
We object to the use of point of orders to try to shut down non-governmental voices. We do not think that states should be in a position to decide who speaks on behalf of minority groups in the country. And we stand in support of civil society speaking for themselves. We respect the forum's decision of whom to speak on any panel. And we object to the use of what is fundamentally a right of reply, which has its own time and place, as a point of order in an attempt to shut down voices in this forum. I'd like to call an end to it. Thank you. Zübeyra Hanım bilen Xitay vekilleri o'ttirisida yuz bergan bu keskin to'qinish kengayib davlatlar orasidagi to'qinishga aylandi. Amerika vakili Xitoyning bu xil zo'ravonligiga darhol norozilik bildirdi. Kuba, Suriya, İran qatarlıq istibdod davlatlar bo'lsa qilch ar-nomus qilmasdan Xitoy vakillarining qilmishini oqlab so'z qilishdi. Zübeyra Shamsiddin xonim bilan Xitoy vakillari o'ttirsidagi tunji to'qinish 15-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oz sonliq millatlar munbiri yig'inining 30-noyabr ochilgan tayyorlik yig'inida boshlangan bo'lib, bu navbatlik yig'inga alayda taklif bilan Amerikadan kelib qatnashgan Zübeyra xonim yig'inda so'z ilib, o'zining bir Uyg'ur ekanligini, bu navbatlik yig'inga bir oz sonliq millatning vakili emas, balki mustamlik ostidagi bir millatning vakili sifatida qatnashayotganligini, Uyg'urlarning azaldan Sharq Turkistonning asosli xalqi va egisi ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, BDTning mazkur yig'ini ichilayotgan shu kunlarda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy xalqlarga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining shiddat bilan davom qilayotganligini, 24-noyabr Urumchida yuz bergan o't ofatida Xitoy doiralarining atalmish yuqumni nolga tushirish degan sapsatini bahona qilib o't ketgan binodagi uylarni sirtdan quluplab qo'yish, binoning kirish eg'izini beton va to'mir to'soqlar bilan etib etish, o't o'chirish mashinasini vaqtida avatmaslik, yordorlarni doktorxonaga vaqtida ilib berib davolamaslik qatorliq razil vositalarni qo'llanish natijasida ko'plagan insonlarning o't ofatida hayotidan ayrilganligini, Sharq Turkistonda yuqumning oldini olish degan nomda yo'l qo'yilayotgan qattiq qamal qilish siyosati natijasida ko'plagan Uyg'urlarning ochliqdan va davolanishsizlikdan o'lib ketayotganligini ifoda qilgan. Zübeyra xonimning orqadilla so'z olgan Xitoy vakili milliy bo'lgunchilar Urumchida yuz bergan odatdagi bir o't ofatining xarakterini qasddan burmilab, uni siyosiylashtiryotidi deb chalvo qilgan. Va Sharq Turkistonchi bo'lgunchilar mana bugünkidek BDT munbiridan foydalanib vatanimizni bo'ladigan va parchalaydigan ideyani tashviq va targ'ib qilyotidi. Shinjondagi reallikni qasddan burmalayotidi. Bundaq bo'lgunchilarning BDT munbarlarini suiiste'mol qilishiga aslo yo'l qo'yilmasligi kerak deb bildirgan edi. Zübeyra xonim bilan Xitoy vakillari o'ttirisida 30-noyabr boshlangan bu to'qinish yig'inning 1-dekabrdagi rasmiy bo'limida yuqori pallaga chiqdi. Yig'inning 1-dekabrdagi tunji bo'limida Zübeyra xonim 7 minutlik so'z qilishga o'rinlashtirilgan edi. Xitoyning BDTdagi vakillar o'miki Zübeyra xonim tig' rasmiy nutqini boshlamay turibla so'z ilib, Birleşken Devletler Teşkilatı az sonliq millatlar munbiri yig'inining tayyorlik komitetini Zübeyra Shamsiddindek bir Sharq Turkistonchi bo'lgunchi unsurga so'rin tayyorlab berish bilan aybladi. Va Zübeyra xonim bo'yniga isib olgan Sharq Turkistonning oyil tuzliq bayrog'i tushirilgan ko'k ranglik sharpiga e'tiroz bildirib, buning Xitoyni bo'lish va parchalashga uringan Sharq Turkistonchi terroristlarning simvoli ekanligini ilgari surdi. Xitoy vakillari o'miga tiximi haddidan eshib, yig'in boshqaruvchilaridan Zübeyra xonimni yig'indan haydab chiqarishni qattiq talab qildi. Yig'in riyosatchisi Xitoy vakillarining bu xil o'ktamligiga javob qaytarib, yig'in qatnashuvchilarining tizimligining va kimlarning so'zlaydiganligining yig'in tayyorlik komiteti tarafidan bir qancha oy burunli bekitilib bo'lganligini, Zübeyra xonim nutqini tiqi boshlamay turibla uning e'tiroz bildirishining BDTning prinsiplariga xilof keladigan bir qilmish ekanligini, agar Xitoy taraf e'tiroz bildirmoqchi bo'lsa, oldi bilan Zübeyra xonimning nutqini anglab bo'lgandan keyin fikr bayon qilishi lozimligini bildirdi. Xitoy vakillarining jidal chiqarib o'ktamlik qilish bilan BDT xodimi Zübeyra xonimga sipoyilik bilan bo'yindagi ayol tuzliq ko'k sharpini elib etishni iltimos qildi. Zübeyra xonim bo'yindagi sharpisini atlas sharpiga almashtirdi. Zübeyra xonimni yig'in zalidan chiqarib etish maqsadiga yetilmagan Xitoy vakillar o'migi asoshini yo'qitib, Zübeyra xonim so'zining tunji jumlasini boshlamaylam vaqirab chaqirab ustalga urib, yana ushug'liq qilishga boshladi. Uyghurs are severely persecuted people by the Chinese government. China, is it a point of order? Okay, you have the floor. Mr. Chair, thank you. As I've just mentioned, this person is not an NGO representative. It is a member of the notorious anti-China separatist organization. It has long conducted anti-China separatist activities.
their rhetoric and propaganda, and many other aspects are closely linked to the East Turkestan Islamic Movement, a UN-listed terrorist organization. Çünkü Zübeyra xanımның nutqi Uyg'urlarning ona vatani Sharq Turkiston degan kalim bilan boshlangan edi. BDTga a'zo davlatlarning vakillarining xohlagan vaqtda 2 minut so'z qilish haqqi bor bo'lib, Xitoy vakillar o'mgi buni og'ir darajada suiiste'mol qilib, Zübeyra xanim vakillik qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoy hukumati tomonidan bekitilgan zo'ravon terrorist bir tashkilot ekanligini, Xinjiangning bo'lsa Jungoning ayrilmas bir partiyasi ekanligini, BDTning har qaysi organlarining BDTga a'zo Xitoydek bir davlatni bo'lish va parchalashga urinayotgan Sharq Turkistonchilarning BDTning sorunlarida xohlagancha harakat ilib berishiga asla yo'l qo'ymaslikka lozimligini bildirdi. Aslida Zübeyra xonimga 7 minut so'z haqqi berilgan bo'lib, Xitoy vakillarining orqa-orqadan 8 qatim so'z ilib, ustal guruh mudhamlik qilib Zübeyra xonimning so'zini bo'lish natijasida Zübeyra xonim Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlar tasvirlangan va Sharq Turkiston xalqining BDT va xalqaro jamoatchilikdan kutadigan orzu talablar o'ttirib qo'yilgan 7 minutlik so'zni yarim soatdan ko'proq vaqt bitirishga majbur bo'ldi. Xitoy vakillarining bu xil zo'ravonligi Amerika vakilining qattiq g'azabini keltirdi. To chair, this is again an actual point of order, and that is to request that other delegations stop using the point of order to submit a right of reply. There is a time of right of reply, where you're welcome to speak. This is not it. This will be my last point of order, and I would simply like to request that point of orders not be used in this fashion and misused in this fashion. I'd like to allow the speaker to continue and for the forum to continue. Thank you. Amerika vakili darhol so'z ilib, Xitoy tarafni BDTning qimmat qarshiga va diplomatik qoidalarga amal qilishga, insonlarning erkin fikr qilish huquqiga hurmat qilishga chaqirdi. Kuba, Suriya, Iran qatorliq mustabid davlatlarning vakillarimi Amerika vakilining so'ziga qarshi so'z ilib, Xitoy tarafini qo'lladi va Xinjiang masalasi Xitoyning ishki ishi, Xitoyni bo'lish va parchalashga urinadigan har qanday harakatlarga qat'iy qarshi turamiz deb chalvoq qachdi. Zübeyra xonim qilgan so'zida o'zi vakillik qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bo'lsa Germaniyada qonunli qurilgan va rasmiy qonuniy ro'yxatga ilingan bir nopozliq tashkilot ekanligini, Dunyo Uyg'ur qurultiyining hozirga qadar xalqaro qonun prinsiplarga va o'z turishli Germaniya davlatining qonunlariga izchil holda to'liq amal qilib faoliyat ilib berayotganligini izohlab o'tdi. Uzun yillardan buyon Xitoy hokimiyati o'zining BDTdagi nopozdan foydalanib, Uyg'ur vakillarining BDT sorunlariga kirishini to'sishga, hatto BDTning qisman xodimlarini setib olib, ular orqali BDTning turli munbarlarga qatnashgan Uyg'ur vakillarining tizimligini oldin qo'lga tushirib, ularni ta'qib va nazorat ostiga ilishga urinib kelgan. Bu yil chaqirilgan BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik umum yig'ini jarayonida Xitoy vakillari mazkur yig'inga qatnashgan qurultay raisi Dolqin Ayso apandimni bo'lgunchi zo'ravon terrorist deb ayblab, uning nutqini qo'pollik bilan 3 qatim bo'lib, yig'in riyosatchisining kuchli noroziligiga uchirgan edi. Zübeyra xonimning bu qatimqi yig'in jarayonida ko'rsatgan jasorati muhojiratdagi qarindoshlarimizning zo'r darajada olqishiga sazovor bo'ldi. Bu qatimqi yig'inning amaliy ahvoli BDT televiziyasi tarafidan naq maydondan to'liq tarqatilgani uchun xalqaro jamoatchilikmi Xitoyning mutamligi va rasvoligini yana bir qatim ko'rib yetgan bo'ldi. Yevropa Komissiyonida va Yevropa Parlamentida bir qator muhim uchrashuvlarda bo'lish uchun navbatda Yevropa Birligining poytaxti Bryusselda xizmat ziyoratida bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso boshchiligidagi hay'at 1 dekabr kuni oldi bilan Belgiya Tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib, Tashqi ishlar ministrligi kishilik huquq komitetining mas'ullari bilan ko'rishib, suhbat ilib bordi. Ko'rishish jarayonida 24 noyabr yuz bergan Urumchi o't fojiasi haqida nuqtaliq to'xtalgan Dolqin Ayso apandim, 24 noyabr Urumchida yuz bergan fojiada Xitoy doiralarining atalmish yuqumni nolga tushirish degan safsatini bahona qilib, o't ketgan binodagi uylarni sirtdan quluplab qo'yish, binoning kirish eg'izini beton va ta'mir to'soqlari bilan etib etish, o't o'chirish mashinasini vaqtida avatmas, yordorlarni doktorxonaga vaqtida ilib berib davolmaslik qatorliq razil vositalarni qo'llanish natijasida ko'plagan insonlarning o't ofatida hayotidan ayrilganligini, garchi Xitoy taraf bu voqeada o'lganlarning sonini 10 nafar deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo ko'p taraflimlik dalillarga asoslanganda bu fojiada hayotidan ayrilgan insonlarning Xitoy taraf e'lon qilgan sondan nechasi ko'p ekanligini, agar xalqaro jamoatchilik bu tragediyaga vaqtida tegishli inkos qaytarmagan taqdirda Sharq Turkistonda buningdan keyin texmi ig'ir mushundoq bir voqea kelib chiqishi mumkinligini eskartib o'tdi.
24 noyabr Ürümçi faciasiga qarta Amerika, Türkiye hökumətlərinin öz içiga alğan bəzi hökumətlərinin məxsus bayanatlar elan qılğanlığını əsiltib ötən Dolqun İsa əpəndim, Belgiya hökumətidinmi Ürümçi faciasi münasibəti bilan Xitayga qarta bevosita inkas qaytarışını kütüdüganlığını ifadə qildi. Dolqun İsa əpəndim başçılığındakı heyət bugun, yəni 2 dekabr günü yuqarqı məqsəddə Avropa parlamentida bəzi mühim uçurishlarda bo'ldi. Dolqun İsa əpəndim başçılığındakı heyətning 1 yillik faoliyatlar haqida ishlangan tafsiliy xabarimizni 3 dekabr shanba kuni stansimizning YouTube kanalidan to'liq ko'ra olasiz. Dünya Uyghur Qurultayının 9 dekabr Uyghur irqi qirg'inchilik kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida Xitoyning irqi qirg'inchiligiga qarshi bir tutash norozilik faoliyatlarini elib berish haqidagi chaqiriqi har qaysi ellardagi siyosiy faoliyatchilarimizning, avam xalqimizning qizg'in qo'llashiga erishdi. Qurultay markazi organining bildirishicha, 9 dekabr Uyghur irqi qirg'inchilik kuni munosabati bilan 17 davlatdagi 20 dan ortiq shaharda maxsus xotirlash faoliyatlari va norozilik namoyishlari o'tkaziladi. Navbatda Belgiyaning poytaxti Bryusselda xizmat ziyoratida bo'layotgan Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun İsa va Belgiya Uyghur jamiyatining raisi Abdullam Emirov apandilar muhojirat yashayotgan qarindoshlarimizni 9 dekabr Uyghur irqi qirg'inchilik kuni munosabati bilan dunyo miqyosida ilib beriladigan faoliyatlarga aktivlik bilan ovoz qo'shishga chaqirib tövendikilarni bayon qilishdi. Londonda qurilgan Uyg'ur soti 2021-yili 12 ayning 9-kunisi hukm e'lon qilib, Xitoy hukumatining aziz vatanimiz Sharqiy Turkistonda olib borayotgan jinoyatini insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik kuni deb e'lon qildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini unutmaylik. Bu kunni birga xotirlaylik. Dünya Uyghur Qurultayining oliy maslahatchisi va Amerikadagi Uyg'ur olimi Erkin Sidiq apandimmi bu haqda o'zining yurak so'zini izhor qilib, tövendikilarni bayon qildi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. 2021-yili 9 dekabr kuni Angliyada qurilgan Uyg'ur soti Xitoy hokimiyatiniki Uyg'urlarga qaratgan siyosiy ustidan hukm chiqarib, uni irqiy qirg'inchilik deb atadi. Shu munosabat bilan Dünya Uyghur Qurultayi her yılniki 9 dekabr gününü Dünya Uyghur qirg'inchiligiga norozilik bildirish kuni qilib bekitdi. Oldimizda 2022-yili 9 dekabr kuni yetib kelyotidi. Menimcha har bir vijdon egasi, Uyg'urlarchidagi har bir vijdon egasi bu kunni muhim bilib, o'zlari turayotgan joylardagi namoyishlarga qatnashib, shu orqali Xitoy hokimiyatiniki Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa norozilik bildirishda butun dunyo xalqiniki oldida turishi to'liq zarur. Vatandakilar chet eldagi Uyg'urlarni o'zlari uchun bir nijot yulduzi deb hisoblaydi. Ashta bo'g'ashqa biz hech bo'lmagan chaqda mushu kunda namoyishga chiqib, shu orqali biz dunyo xalqiga mushu Xitoyniki irqiy Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirish jihatda biz boshlamchi bo'layotganligimizni bildirishimiz kerak. Hammaning diqqatiga rahmat. Dünya Uyghur Qurultayi Uçur Təşviqat Mərkəzinin müdiri və Uyghur Ədliyyə Arxiv Ambırının direktori Bəxtiyar Ömər, Qurultayının bayanatçısı və Qurultay Ayallar Komitetinin müdiri Zümrətay Erkin, Gollandiyadakı lager şahidlərimizdən Qalbinur Sidiq və Ömər Bekalilardan tərkib tapqan Qurultay heyəti Cənubi Avstraliyanın mərkəzi Adelaide şəhərindəki bir yürüyüş fəaliyyətlərini axırlaşdırıb 1 dekabr günü Viktoriya ştatının mərkəzi Melbourne şəhərinə yetib gələn idi. Viktoriya Uyghur cəmiyyətinin asaslıq məsulları və Melbourne'daki bir qism Uyghur qarindoshlarimiz Qurultay heyətini aerodromda qızğınlıq bilan qarşılab kutib oldi. Qurultay heyətinin Melbourne'ga yetib gəlganligi münasibati bilan 1 dekabr tushdan burun Viktoriya Uyghur cəmiyyəti, Viktoriya Uyghur ana til maktabi və yetim bolalar fondi cəmiyyəti birlikdə Melbourne şəhər mərkəziga joylashgan Viktoriya shtatlik kutubxonasining oldidagi cho'ng maydonda birlashib namoyish o'tkazib, 24 noyabr Ürümçi o't fojiasini keltirib chiqargan va ko'plagan insonlarning jiniga zomin bo'lgan mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan qattiq noroziliklarini ifoda qilish bilan birga o't fojiasida hayotidan ayrilgan qarindoshlarimizga bo'lgan cheksiz qayg'usini ifoda qilishdi. Viktoriya Uyg'ur jamiyatining raisi Olim Osman, Viktoriya Uyg'ur ona til maktabining mas'uli Nadira Yusuf qatorliqlar namoyish jarayonini qilgan so'zida
cesur lager şahitlerimizden Qalbinur Sidiq ve Ömer Bekalilarını öz içiga algan qurultay heyetining bu qitimqi Viktoriya ziyaratidan cheksiz g'urur ve memnuniyet tuyganligini ifade qilish bilan birga, qurultay heyetining bu qitimqi Avstraliya ziyaratining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Avstraliya federal parlamentida qabul qilinishi uchun turtkilik rol o'ynaydiganligiga ishonganligini ifade qilishdi. Qurultayning bayonotchisi ve Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin Gollandiyadagi lager şahitlerimizden Qalbinur Sidiq ve Ömer Bekalilar namoyishda so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkiston xalq ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va turli jinoiy qilmishlarini yana qayta eslatib o'tdi. Shu kuni tushdan keyin qurultay heyeti Viktoriya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirish bilan Viktoriya shtatida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bilan uchrashish va suhbat ilib berib, ularning Uyg'ur da'vosi haqida so'rgan turli savollarga astoydillik bilan javob berdi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.